Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, birodarlar. Bugungi mavzuyimiz Unit brendiga qarashli UT25A modelidagi rozetkalarni elektromontajni soz va nosozligini aniqlab beruvchi elektr qurilma hisoblanadi. Bu izmerительный pribor. Ushbu qurilmamiz orqali biz nimalarga tekshirishimiz mumkin, ya'ni nimalarni aniqlashtirishimizga imkon beradi. Bu ko'pincha ishlab chiqarish korxonalarida bir qancha avtomatik ключlar joylashtirilgan joyda rozetkalarimiz aynan qaysi gruppada o'tirganini aniqlash qiyin. Ya'ni misol uchun korxona ichida, ofisda kompyuter bilan ishlayotgan odam aynan o'sha o'ziga qarashli rozetkani o'chirish kerak bo'lsa, favqulodda yoki mutaxassis elektrik kelib aynan shu gruppani o'chirish kerak bo'lsa, qolgan kompyuterlarni o'chirib qo'ymasligi uchun mana shu qurilmani rozetkaga tiqish orqali bu qurilmamiz bilan aniqlab olsa bo'ladi. Buni qanday amalga oshiramiz? Ya'ni buni rozetkaga tiqish orqali avtomatik ключlarga yaqinlashtirilganda ovoz chiqarishni boshlaydi. Aynan o'ziga qarashli bo'lgan rozetkaga qarashli bo'lgan avtomat topganda zvuk shu ovoz berishi kuchayadi va to'xtamasdan ovoz kuchayib ketib qoladi. Uzoqlashganda sekinlashadi va to'xtaydi. Aynan shu gruppani avtomatdan tushirganingizda bu gruppamizda turgan o'sha rozetkamizda turgan bu qurilmamiz indikator chiroqlari o'chadi. Bundan tashqari bu qurilmamizda yana qo'shimcha afzalliklari bu elektr qurilmamizda tarmoq liniyasini rozetkaga to'g'ri joylashtirilgan, joylashtirilmaganligi bor yoki yo'qligini aniqlab beradi. Ya'ni bu qanday amalga oshiriladi? Ya'ni bu yerda hozir har xil ranglar berilgan, bu ranglar emas. Bu mana shu 3 ta kontakt svetodiodniy joyimizda o'sha расшировка orqali qanaqa holat bo'layotganini bilib olishimiz mumkin. Hozir test knopkasi haqida tushuntirib o'taman. Bu holatda ikkita yashil o'rtadoq, bu ya'ni indikatorimiz, ikkita indikator yonyapti o'rtadoq. Demak, tizimda 0 zazemleniya va faza to'g'rilanganligini bildiryapti, borligini bildiradi. Ya'ni faol holatda zo'r ishlayotganini bildiradi. Endi biza bu holatda bilib oldik. Endi bu holatda bo'lsa-chi, bu holat yashil, qizil va yana yashil yonib turgan bo'lsa, demak bizda yerlashtirish, ya'ni zazemleniya vositasi to'g'ri ulanmagan yoki umuman ulanmaganligini ko'rsatadi. Ya'ni buni test knopkasi bosganda agar o'chirmasa, demak zazemleniya ulanmagan yoki umuman yo'q. Buni mana holatda ham ko'rsatganda test knopkasini bosganda uyda svet o'chib qolishi kerak. Bundan tashqari bu yerda mana oq, qizil va oq, ya'ni bu yerda indikator yonmadi, qizil yondi, yana yonmadi. Bu holatda hot, ya'ni bu issiq rang hisoblanyapti. Kuchlanishimiz, ya'ni fazamiz 0 bilan birlashib tegib qolgan, ya'ni fazamiz usti ochiq deb ko'rsatyapti tarjimasi bo'yicha. Bundan tashqari keyingi kategoriyamizda oq, qizil va yashil, ya'ni oq, ya'ni yonmadi, qizil yondi va yashil yondi. Bu holat faza bilan zazemleniyani o'rni almashib qolganligini bildiradi. Ya'ni faza o'rnida zazemleniya turibdi, zazemleniya o'rnida faza turibdi. Mana shunaqa holat. Yoki yashil, qizil, oq, ya'ni yashil yonib turibdi, qizil yonib turibdi, bunda yonmagan. Demak, bu holatda faza bilan 0 o'rni almashib qolgan. Endi bo'lishi mumkin, umuman yonmadi indikator, hech narsa yonmadi. Demak, bu holatda faza umuman yo'q. Yoki bitta mana shu indikator yonib turibdi. Demak, bu holatda faza uzilgan. Umuman fazani o'zi yo'q. To есть 0 uzilgan. Endi indikatorimizni bu holatida yashil yonib, demak bu holatda faza bor, 0 bor, demak zazemleniya uzilganligini ko'rsatadi. Buni mana shu indikatorlar orqali ustiga qarab turib tekshirib olsa bo'ladi. Ya'ni buni amalga oshirish qanaqa bo'ladi desak, mana hozir amalda ko'rsatib o'taman. Mana hozir tiqqanimizda o'zidan har kichkina zvukovой частота hosil qiladi.
Hozir bizani uyimiz zazibini bo'lmagani uchun mana qizil yonib turibdi. Hop, mana yonib turibdi hozir bu holat. Bu test knopkani bosganimizda o'zi uyimiz svet tushishi kerak, lekin bizda zazibini bo'lmagani uchun imkoni yo'q. Hozir buni indikatorimiz orqali yoqib turib tekshiramiz. Baland ko'rsatkichiga olib chiqib olamiz. Hozir tekshiramiz. Hozir bu holatda bizlar avtomat topib tushirganimiz bu rozetkamiz tushishi kerak. Indikatorni olib boramiz. Indikatorni olib borganimizda balandlashtirib olish kerak. Mana jimjit. Bu yoqda yo'q. Uchta mana hozir buni tekshiramiz. Buni tekshirganimizda mana indikatorimiz uchdi. Hozir buni yana yoqamiz, yana yonadi. Indikatorimizni shu xususiyati ancha ishi samaradorligini oshiradi. Mana aynan shu rozetkamiz avtomati mana ko'tarildi. Yonishni boshlayapti. Yana tekshiramiz. Yonib turibdi. Bu zo'r qurilma hisoblanadi. Ya'ni qaysi tarafida faza yoki nol joylashtirilmaganligi, zazibini bor yo'qligini bittada aniqlab beradigan qurilma hisoblanadi. Mana shu qurilmadan olib qo'ysanglar, ishinglar ancha yengillashadi. Ish samaradorligiga ancha ta'sir qiladi bu. Kimga shunaqa pribor kerak bo'lsa, aytsanglar Telegramda masalaga qattan olish kerakligini va qancha summa kelganligi haqida ma'lumot berib o'taman. Priborga qiziqadigan elektrik do'stlarga jo'natib qo'ysangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.